Bu yerdan qachon chiqib ketishimizni bilmadim, lekin aniq o'lib chiqib ketamiz. Reddi. Nima? Bu yerda fakir bor. Nima bu? Axir bu shamku. Buni bu yerda nima qilyapti? Bu bilmadim nima uchun bu yerda turibdi. Mana bu yerni qara. Qizil dog'lar bor ekan. Ortadan borib ko'ramizmi? Mayli. Ketdik, balkim bu biror belgidir. Bo'lishi mumkin. Va mana bu yorug'lik, ya'ni olov qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Bu yaqinda yoqilganga o'xshaydi. Men ham shuni aytyapman-da. Ana buni qara. Bu yerda qandaydir kulba bor. Qanaqangi kulba? Ana bu to'g'riga qara. To'g'riga? Tushunmadim, qanaqa kulba bu? Nima qilamiz? Kirib ko'ramizmi? Menimcha bu yomon fikr, lekin kirganimiz yaxshiroq. Nima? Odam suyaklari? Bu tabiiy hol, lekin bilmadim, lekin bu nima uchun bu yerda bular turibdi, hayronman. Sandiqni ochib ko'rchi. Sandiqda? To'xta, avval bu yerda xarita bor ekan. Sandiqni och. Bo'ldi, mana. Kitob, bolta va non bor ekan. Nima qilamiz? Kitobni o'qib ko'rish kerak. Lekin agar ichida o'qi, bo'ldi. Ortiqcha gap gapirma. Okey. Siz uni chaqirdingiz, endi qochib qutula olmaysiz. Tushunmadim. Nima debdi? Juda ham g'alati gaplar va mana bu yerda qora shaxs turibdi. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak, bu xavfli. To'g'ri, ketdik tezroq. Boya qaraganimizda yo'q edi shekilli. Kitobni o'qiganingdan keyin paydo bo'lib qoldi. Balkim bu bizga belgidir qandaydir. Qanaqa belgi bo'lishi mumkin? Kallangni ishlat. Max, iltimos, yo'q demagan. Yo'q, umuman. Nima qilmoqchisan o'zi? Shu uyga boramiz, boya kulbaga. Hammasiga aniqlik kiritamiz. Umuman hech qachon sen umuman miyang bilan urushib qolibsan, to'g'risi. Umuman bo'lmaydigan narsa. Axir nima qiladi, borib o'rganishimiz kerak. Yo'q. Tinchgina yo'limizni davom etganimiz yaxshi. Chiqish yo'lini topishimiz kerak. Bu yerdan chiqishning umuman iloji yo'q. Iloji bor. Qanaqa? Topaman. Lekin Max, menga qara. Max, nima deysan? Men u kulbaga boraman. Mayli, bilganingni qil. Mayli. O'zim izlanaman, o'rganaman xullas. Balkim yana narsalar bordir, balkim bu yerdan chiqib ketish yo'li bordir. Boyagi xaritani ham yaxshilab qaramabman. Xo'p, borishim kerak. Lekin u kulba qayerda edi? Esimdan chiqdi. Xo'p. Mayli, shu yo'ldan ketaveraman, adashmasam shu tomondan keldik yoki bu tomondanmikan? Umuman yo'lda adashib qolmasam bo'lgani. Agar bekor Max ikkalamiz ajralishdik, hozir yo'qolib qoladigan bo'lsak, juda ham yomon bo'ladi o'zimizga. Xo'p. Mayli. Tushunmadim. Ana yerdan qanaqadir yorug'lik kelyapti. Aytib borib ko'ramiz. Qanaqa yorug'lik? Axir bu boyagi joy-ku. Boya shu yerdan mana buni olib ketgandik, mana bolovni. Bu yerda yana bitta fakir paydo bo'libdi. Yana bo'ldi, shuni orqasidan boraman. Kulba xuddi shu tomonda edi. Lekin mana bu yangi fakirni kim qo'yib ketgan bo'lishi mumkin. Boyagina biz olib ketgandik. G'alati, juda ham g'alati. Xo'p, kulbaga borib ko'rish kerak. Hozir kulbaga boraman va mana shu yo'ldan ketishim kerak. Bu yerda chuqurlik, bilmadim nimaga bunaqa bo'lgan. Xo'p, mayli. Kulba ozgina qo'rqinchligi o'xshayapti, lekin kirishim kerak, chunki hali hamma joyini o'rganmadim. Balkim bu yerda chiqish yo'li bordir, lekin kirmaganim ma'qulmi? Mayli, tinchgina ortga qaytib Maxni chaqirib kelaman. Maxga bu haqida aytmasam bo'lmaydi. Bu yerda juda ham g'alati voqealar sodir bo'lyapti. U kulbaning ichi qandaydir boyagidan ham yorug'roq va bu yerda fakir paydo bo'lgan. Juda ham g'alati. Buni tezroq Maxga aytmasam bo'lmaydi, lekin Maxni qanaqa qilib topaman, hayronman. Boyagi joyimizga borishim kerak. U bir o'zim kira olmasdim, baribir bekor kelibman-da uni oldidan. Baribir bir o'zim kira olmagan bo'lardim. Mayli endi. Bular ish bo'ldi va Max shu atrofda bo'lishi kerak edi. Max, qayerdasan? Max, men shu yerdaman. Max, shu yerdamisan? Qaytib keldingmi? Xullas, uyga birga bormasak bo'lmaydi. Juda ham g'alati voqealar sodir bo'lyapti. Nima qilamiz, ketdikmi? Mayli, ko'ndirding. Yur, ketdik. Buni ol. Qayerga? Ketdikmi?
Ha, ketdik. To'g'ri ketyapmizmi? Ha, to'g'ri ketyapmiz. Aniqmi? Aniq. Menimcha yaqinlashib qoldik. Unaqa deb o'ylamayman. Nimaga? Deyarli 3 soatdan beri aylanib yuribmiz shu yerni. Topilib qoladi. Xavotir olma. Ha, ko'rindi. Davaychi ketdik. Ko'ryapsanmi? Ha, ko'rdim, lekin u yerda qanday qilib fakil paydo bo'ldi? Shunga hayronman-da. Menda hozir ikkita, boya bitta edi. Boya kelganimda ham paydo bo'lgandi. Yana paydo bo'lib qopti. Juda ham g'alati. Mayli, kulbaga boramiz, ketdik. Yaxshi ketdik unda. Kulbaga boramiz. Hop, tezroq ketishimiz kerak. Bu kulbani o'rganib, hamma yoqni olib ketishimiz kerak, lekin balkim shu yerda tunab qolarmiz. Sen shu yerda tunab qolmoqchimisan? Nimasi yomon? Sen umuman sen ahmoqsan, ishongin. Umuman ahmoqsan. Nima yomon gapiryapmanmi? Yo'q, shunchaki bu ahmoqlik, tushunyapsanmi? Bu kulbada uxlab qolish, umuman bu o'rmonda uxlash, yurish ham umuman xato, tushunyapsanmi meni? Men bu yer haqida eshitganman, juda ham yaxshi bilaman nimalar borligini. Nimalar bor? Bilishing shart emas, bilsang, xullas o'zingga yomon bo'ladi. Shu uchun. Unday bo'lsa, mayli kulbaga kiraylik. Ketdik. Hop. Tushunmadim, o'zgarib qoptimi? Ha, teshiklar kamayibdi va eshik ham paydo bo'libdi. Esingda bo'lsa eshik yo'q edi. Ha, eshik yo'q edi. Aniq. Juda ham g'alati. Boyagi maxluq ham yo'q bo'lib qopti. Xullas shu yerda tunab qolamiz. Yo'q. Sen ahmoqsan. Oshirib yuboryapsan, Max. Sen ahmoqsan. Aniq. Max, oshirib yuboryapsan. Haqoratlama. Nima deyishim mumkin unda? Balkim sen aqllidirsan, juda ham aqllisan. Agar aqlli bo'lmaganingda mana shu yergacha kelmagan bo'lardik, tushundingmi? Axir o'zing aytding-ku menga jinlarni chaqiramiz deb. Sen ishonmaganding. Agar shunga tinchgina ishonaman deb qo'yganingda men bu narsani qilmagan bo'lardim. Sen hozir o'zing nima deyotganingga tushunmayapsan, ishongin. Xullas, baribir ham bu yerdan ketishimiz kerak, tushunyapsanmi? Ketishimiz kerak. Sen ahmoqsan. Eshik yopildimi? Ha, yopilib qoldi. Qanaqa qilib ochilmayapti-ku? Nima qilamiz? Bilmadim. Kim yopgan bo'lishi mumkin? Bu yerda kim bor? Boyagi qora shaxsdir. Ha, u allaqachon shu yerda. Nima deyapsan? Ortingga qara. Qani? Ortingga qara shunchaki. Nima? Axir u yerda turibdi. Ha, shu yerda turibdi. Lekin u bizga nimadir demoqchi menimcha. Yo'q, ahmoqmisan, u nima ham derdi? U juda ham xavfli. Yo'q. Max u bizga bir nima demoqchi va u qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Max, meni eshityapsanmi? Max, gapirgin, iltimos. Max, qayerdasan? Max, qayerga yo'qolib qolding? Max, meni qo'rqitma, iltimos. Max. Ikkinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Video haqida izohlaringizni kommentariyada qoldiring va video kengroq tarqalishi uchun like bosing. Kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'ling. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolar har tez kunda chiqadi.